Qani, qanaqasi charchamasizmi? Kitoblar oldingiz. O'zbekchalari bor ekanmi? Bor ekan. Biz ham olamiz. Assalomu alaykum. Assalom. Onajon qanaqasiz? Rahmat. Charchab qolmadingizmi? Sog' salomat. Rahmat. Tuzimisiz? Allohga shukr. Kitoblarni sotyapsiz. Sekin. Bir kecha videoyingiz ukalarim qo'ygan ekan, ko'rib qoluvdik deng. Nimaga unaqa muhlat berdi? Xizmat. Shuncha kitobni kim bilan ko'tarib ketasiz? Senga hayron bo'lib qilib yurman boraman. Qachon boraman? Kitoblaringiz nechi puldan? O'ziga qarab. Masalan, biz olaylik. Men bolalarimga, haligi internetdagi o'rtoqlarimga adresingizni bermoqchiman-da. Ular ertaga kelib kitob olishmoqchi. Mayli, qanday 100-200 ta kelib olsa ham. Sizga ham savdo bo'lardi. Endi ko'p urushadi. Ruschami? Mayli, mana auditoriyada ruscha ham o'qiydiganlar bor, o'rgansin, til o'rgansin. Narxi 20 ming, 25 ming. Ha. Mana shunaqa kitoblar. Bo'ldi, men o'zimga 5-10 ta tanlab olaman-da, keyin siz adresingizni qo'yaman. Ma'lumot boshqacha ekan asli, onaxonni kitoblarini sotib oladi deb aytib qo'yaman. Bo'ladimi? Bo'ldi. O'zbekchasini topamiz endi, Dilshod. Men o'rischa ham o'qiyveraman, qani ketdik. Buxoro haqida-chi? Bu 120 ming. 120 ming. Bo'ldi, buni men sotib oldim. Tak, yana qanaqasi bor? Tarix bu nima? Testlar. Tarixda Bu nechi pul? bu 10 ming. 10 ming so'm, 120 ming so'm bo'ldi. Biologiya, hayvonlar maktabimni eslatib yubordi. Bu nechi pul? 15 ming. 15 ming so'm bo'ldi. Buni ham qo'shamiz. Umr saltanati nechi pul? Bu saltanati 20 ming. Buni ham qo'shamiz. Halol va harom. Hozirgi davrda juda zarur narsa ekanda shu kitob. 10 ming so'm. Bo'ladi. Shuni 100 mingga olsam berasizmi? 100 mingga olaman. Yo'q, bo'ldi, 100 mingga olaman. Mana shu imina haromlar bilan halollarning shu farqiga boraylik. Oxirbat ko'payib ketdi. O'g'lim uchun skaska olaman. Bu skaskangiz nechi pul? Bo'ldi, 10 ming. Bo'ladi. Bo'ladi. Ulug'larning so'zlari, so'zlarning ulug'lari. 10 ming. Bo'ladi bu ham. Namoz vaqtlari taqvimi nechi pul? Sizga sovg'a. Bo'ldi, tekin. Bo'ldi. Xullas, bolalar, men shuncha kitob sotib oldim. Hozir hisoblatamiz buni hammasini. Bir chekkadan hisoblang. Aytayman, qo'shaveraman. Buni menga sovg'a qildingiz. Bo'ldi. Bu nechi pul? 10. 10 ming, 20 ming bo'ldi. 30. 30 ming bo'ldi. 40. 40 ming bo'ldi. 50